iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hozirroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. Samarada reydlardan so'ng 63 nafar migrantning Rossiyaga kirishi taqiqlandi. Omon va migratsiya xizmati xodimlari Samaradagi qurilish maydonchalarida reydlar o'tkazdi. Tekshiruvlar davomida zarur hujjatlarsiz o'nlab chet elliklar aniqlandi. 4 nafar migrant noqonuniy ishlayotgani, yana 4 nafar rasmiy ro'yxatdan o'tmagani aniqlandi. Sud 1 nafar chet ellikni Rossiyadan deportatsiya qilishni buyurdi. Reydlardan so'ng 63 nafar chet ellikning Rossiyaga kirishi taqiqlandi. Yana 16 kishi vaqtinchalik saqlash hibsxonasidan deportatsiya qilindi. Noqonuniy mehnatdan foydalangan ish beruvchilar 8 ming rublgacha jarimaga tortiladi va yoki 90 kungacha korxona faoliyati to'xtatib qo'yiladi. Videoni oxirigacha tomosha qiling va gap nima haqida ketayotganligini bilib olishingiz mumkin. O'zbek va tojik migrantlarga ushbu videoni ulashni unutmang. Это патентная система для мигрантов. Надо подумать. Они мечтают превратить мигрантов в рабов вот таким образом. С 1 января 2027 года в России планируется масштабный эксперимент. Его будет проводить Министерство внутренних дел. Сейчас в России действует несколько параллельных механизмов привлечения иностранных работников. Наибольшей критике подвергается патентная система. Она якобы не позволяет государству должным образом контролировать приезжающих в Россию мигрантов. По данным МВД, на конец 2025 года по патенту в России работали примерно 2 миллиона 300 тысяч трудовых мигрантов. Это более 40% от общего числа находившихся на тот момент в России мигрантов. При оргнаборе трудовой мигрант гораздо сильнее будет привязан к работодателю. Это, пожалуй, самое серьезное изменение. Если эту систему внедрять, то даже не придется и документы отбирать, человек просто никуда не сможет уйти. Это просто организованное рабство, ничего кроме. Система эта работать не будет. Она провалится, потому что люди будут из рабства бежать, как они всегда. Bu videoni barcha Moskvada ishlaydiganlar ko'rsin. Men restoranga tushib qolman. Sababini bilgan Saxarvoga keldim. Men ko'rsalarim mumkin, Saxarvodaman. Xo'p. Mana bir oy oldin kartamga qanaqadir pul o'tkazma bo'lgan. Unaqa ko'p katta pul emas, kimdir adashib tashlagan. Keyin telefon qilganda men qaytarib obratga tashlaganman u pulni. Xo'p, hozir shuni hisobidan qanaqadir tekshiruv bo'lib, restr tushirib qo'yishgan mani. Hozir kelsam, restrni ochtiraman desam, "Короче, sen shubhali operatsiya qilgansan. Bu boshqa davlatdan tushgan pul, shunaqa lekin Rossiya kartaga tashlaganman. Mana bankdan qog'oz olib kelib, anaqa qilganman, ko'rsatdim. Yo'q, baribir qo'limga qog'oz berishdi. 15 kun ichiga chiqib ketdim. Do'stlar, ehtiyot bo'linglar. Shu kim bo'lsa ham, kartalaringga pul tayyorlasa ham, unga atvet qaytarmanglar iloji boricha. Oxiri yaxshi bo'lmas ekan. Saxarvoda biza. Toshkent shahri Uchtepa tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudi O'zbekiston Respublikasi fuqarosi M.Ch.ni yollanma askarlikda aybdor deb topib, unga 5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinladi. Sud hujjatlariga ko'ra, M.Ch. 2016-yilda tirikchilik qilish va pul topish maqsadida Rossiyaga yo'l olgan. U dastlab Orenburgda, keyin esa Rossiyaning turli hududlarida ishlab yurgan. Bir necha yildan so'ng u Moskva shahrida uysizlar uchun mo'ljallangan yotoqxonada yashay boshlagan. Hukmda qayd etilishicha, aynan shu yerda unga Rossiya Mudofaa vazirligi bilan harbiy xizmat shartnomasi tuzish va Ukrainadagi jangovar harakatlarda qatnashish taklif qilingan. Buning evaziga 2,1 million rubl bir martalik to'lov va'da qilingan. Tergov va sud materiallariga ko'ra, M.Ch. taklifga rozi bo'lib, Rossiya Mudofaa vazirligi bilan ixtiyoriy ravishda shartnoma imzolagan. U maxsus harbiy tayyorgarlikdan o'tgach, o'qchi lavozimida Rossiya armiyasi tarkibida Ukraina hududiga yuborilgan. Jangovar harakatlar vaqtida dron hujumi oqibatida boshi va yelka qismiga askolkali jarohat olgan. Sog'aygach esa gospitaldan qochib ketgan va Moskvaga qaytib turli ishlar bilan shug'ullanib yurgan. 2025-yil noyabr oyida u Rossiyada ro'yxatdan o'tmasdan yashaganligi uchun politsiya tomonidan ushlanib O'zbekistonga deportatsiya qilingan. 2026-yil yanvar oyida Toshkentga qaytgach, huquqni muhofaza qiluvchi organlar uning avval Rossiya qurolli kuchlari safida xizmat qilib maxsus harbiy operatsiyada ishtirok etganini aniqlagan. M.Ch.ga nisbatan sud guvohlari ko'rsatmalari, ekspertlar xulosalari, fotosuratlar va boshqa dalillarni
har tomonlama baholab, ayblanuvchining Ukrainadagi qurolli mojaroda moddiy manfaat evaziga ishtirok etgani isbotlangan degan xulosaga keldi. Shu asosda uning harakatlari O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 154-moddasi 1-qismi yollanma askarlik deb kvalifikatsiya qilindi. Sud hukmiga ko'ra MChga nisbatan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilinib, jazoni umumiy tartibdagi koloniyada o'tash belgilandi. Putin oktyabr oyi boshiga kelib 500 ming kishini safarbarlikka jalb qilishi mumkin. Bu haqda razvedka ma'lumotlariga tayanib Zelenskiy ma'lum qilyapti. Ukraina prezidenti ya'ni sentyabrdagi Davlat dumasiga saylovlardan so'ng bor e'tiborni Putin safarbarlikka qaratadi. To'g'ri deyapti Putin, ichkarida norozilik ko'p bo'lsa-da, Zelenskiy aytayapti, ichkarida noroziliklar ko'p bo'lsa-da, ammo Putinni qo'llab-quvvatchilar topiladi. 500 mingta muammo emas ular uchun deyapti va bu tajribasizlik oqibatida yana minglab, millionlab oddiy odamlar frontlarda o'lib ketishiga olib keladi. Ammo biz logistika, har xil sanoat, iqtisodiy boshqa tomondan bosim o'tkazish va urush iqtisodiyotini kesish orqali biz uni o'sha muzokaralarga qaytarishimiz mumkin deyapti Zelenskiy va buni ittifoqchilarga murojaat qilyapti bir ma'noda. Va Rossiya ichkarida ham tashabbuslar, boya targ'ibotlar boshlanib ketgan. O'sha Putinga ishonch bildirish borasida, masalan, Davlat dumasi spikeri Volodin deganlari Putin Rossiya g'alaba degan bir balandparvoz endi shiorlar aytayapti. To'g'ri, targ'ibot kerak ular uchun, Rossiya tomoni olib qaraganda baribir. Ammo urushga targ'ibot. Shuni eslatib o'tish kerak. Biz esa ko'ramiz, kuzatamiz vaziyatni. Safarbarlik urushni o'zgartira oladimi, yo'qmi? Kanalga obuna bo'ling, kuzating. Amina ilovasi Rossiyaning 11 ta hududida migrantlar uchun majburiy bo'ladi. Ushbu dastur xorijiy fuqarolarning mamlakatga kirishini va ularning keyingi harakatlanishini nazorat qiladi. Ilova vizasiz mamlakatlardan ishga kelayotgan odamlarni migratsiya hisobiga olish va raqamli nazorat qilish uchun yaratilgan. Amina ilovasi orqali migrantlarning geolokatsiyasi Ichki ishlar vazirligiga uzatiladi. Dastur chet el fuqarosining haqiqiy turgan joyi va u ko'rsatgan manzilga mos kelishi yoki kelmasligini avtomatik ravishda tekshiradi. Dastlab ushbu tizim Moskva va Moskva viloyatida ishga tushirilgan edi. Endi u mamlakatning yana 11 ta hududidagi yirik transport, ayniqsa aviatsiya tugunlarda joriy etilmoqda. Agar telefonda Amina ilovasi ishlamasa, bu migratsiya rejimini buzish deb hisoblanishi va muhojir mamlakatdan chiqarib yuborilishi mumkin. Moskva meri Sergey Sobyanin Rossiya chegarasini kesib o'tishda migrantlar barmoq izlari va raqamli fotosuratlar topshirishini ta'kidladi. Bu video Rossiyaga yangi keladiganlarga bu Rossiyaga kelish to'xtatog'i shirami deyman-da, yetib keladigan joyga. Shu bitta prичина qiladigan bo'lsa, biz ham kettiramiz bu Rossiyadan. Bu berayotgan $1000, $2000 oyligini boshiga ham eplab ishlab topamiz-da. Bilasizlar, Ukraina bilan hozirda urush ketyapti bu yerda. Birinchi o'rinda shu chegaralarda urush bo'ldi, u ham mayli. Undan keyin Moskva va shaharlarga dronlar tushdi. Endi u ham mayli. Endi hozirda Viber skladlarga tushyapti ekan. Kechagina kuningizda ko'rdim. Qaranglar. Bir hafta ichida 2 ta Viber skladiga dron tushganda, uning ichida o'zimizning musofirlar nechta bolasi o'lgan, nechtasi jarohatlangan. Endi bu gapimni nima demoqchiman? Rossiyaga kelmoqchimisiz? Odam ko'p joyga borishni keragi yo'q. Bir chekka joylarda tixa soqqani qilib ketaverish kerakda. Xullas, shunaqa gaplar. Bu kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, shunaqa живой kontentlar qo'yib boraman.